Assalomu alaykum bo'lajak kuchli texnologlar. Xohlasa bugun darsimizda fragment yasashni boshlaymiz. Shu paytgacha o'tgan darslarimizda agar sarf hisob qiladigan bo'lsak, ancha narsani уже o'rganib oldinglar. Hozir men ko'rsatadigan modullarim, fragmentlarim birinchi etapli fragmentlar hisoblanadi, oddiylashtirilgan va boshlang'ich ishni boshlayotgan va hattoki hozirgi kunda olib qarasangiz uncha katta darajada ishlayotgan bazis ustalari ham shuni ishlatadi. Bundan keyingisida yuqori etapida parametrический degan nima turadi, fragmentlar turadi. Ular bo'lsa ko'proq bazis salonni ishlatadiganlarga ma'qulroq. Oddiy holatda tushunishingiz uchun biz fragment yasadik. Fragment bu 90% tayyor narsa degani va 90% tayyor narsamizni bitta eshikli blok qo'ymoqchimiz. 300 dan 600 gacha joyga 500 ga qo'ydik. Eshigimni hammasini qo'yib berdi. Parametrическийda buni biz 1200 gacha kattalashtiramiz va o'tda ikkita eshik o'zi avtomat ravishda qo'yib beradi. Ya'ni 600 gacha bitta eshik, 600 dan keyin 2 ga bo'lib avtomat ravishda 1200 gacha to'g'irlab qo'ysak, ikkita eshik qo'yib beradi. Lekin biz hozir ungacha oddiy fragment yasashni boshlaymiz va shu oddiy fragment o'zi sizlarga 99% ishinglardek bemalol yordam berib, hattoki shu mo'maygina daromad topishga ko'maklashadi. Tak, boshladik, qaranglar. Fragmentdan boshlaymiz. Mana fragmentdan mana shunchaki ochib yasab ko'rdim, o'z boshqatdan ochamiz. Oshxonani mana sborочный единица avtomat qo'l ketib qo'yapti. Xuddi shunaqa bo'lishi kerak sizlarda ham. Fragment yasayotganda shu narsa esingizdan chiqmasin. Ya'ni nakleykada qaysi blok va uni tagidagi narsalari chiqib keladi va alohida sborочный единица bo'lsa, mana bu joyda pozitsiya qo'yayotganingizda aynan shu sborочный единицani pozitsiyasini yangilab beradi. Xo'p, pastki bazani yasaymiz. Niz qilamizda unda. Niz nokta baza 300 so'zini kamroq qilaylik. NB qilaylik shuni. N nokta B нижняя база, средняя база, верхняя база bo'ladi. Shu antresol. Buni 300 600 qilamiz. Kamida 300 beramiz o'zi standart bo'yicha. Iloji boricha standart bo'yicha ishlashga harakat qilinglar har doim. Ya'ni 600 bazada aytaylik tortmalar bor. Maxsus tortmalar bor. 600 baza va 900 baza uchun keladi O'zbekistonga. Ular bizda nimani sushilka, boshqa o'shaning funksiyasini bajarish mumkin va xuddi shunaqa kargolar ham. 15 lik kargo o'sha 11 sm bo'ladi, 15 sm joy uchun va hokazo. Shuning uchun har doim 5 sm shakl bilan ishlaganinglar ma'qul. Standart narsalar uchun bitta kargodan tashqari yog'iga 10 sm bilan ishlayverasizlar. Kargoni ham o'sha ikkinchisi 15 dan keyingisi 20 sm uchun bo'ladi. Nижняя baza, tak. Mana qilamiz. Bunga eshigini chap taraf qilamiz. Levoy. o'ng taraf bo'lsa правый qilamiz. Hop, artikul hozir bizga kerak emas, prefiks обозначения. Нижняя база кухни. Adashmasligimiz uchun tip. Tak, mana modul kuchni buni men bilan yozib qo'yib OK bosamiz va davom ettiramiz. Hop, 300 qaranglar, mana tayyor turgan ekan o'zi. Eniga biz 300 beryapmiz. 600 gacha kattalashadi u. Bu ishini yozmaysizlar, 300 o'zini yozasizlar. Balandligi eng past oshxonamiz 85 bo'lsa va undan eng standart stoleshnicamiz 38 mm shu DSPli bo'ladigan bo'lsa, uni 4 cm qilib olib tashlaymiz, 40 mm qilib 38 emas. Va chuqurligi misol uchun kim qanaqa qiladi, kimdir 45 qiladi, kimdir 40, kimdir 50 qiladi. Chuqurligini shunga qarab qilamiz. Bizda 50 qilamiz o'zi, oddiy holatda. Bu bizda orqada 7 yoki 8 cm joy qolishini ta'minlab beradi. Ya'ni turbalarga, boshqalarga va maksimal darajada devordan yaqinlashib, chuqurlashib keladi. Nega 500? Bizda 45 lik tortma beramiz. 45 lik tortma uchun eng kamida 47 joy kerak. Ya'ni 47 yasashinglar kerak. Shuning uchun biz 500 bera qolamiz va buni 48 qilsanglar ham bo'ladi. Shu 2 cm ham joyi kelsa kattaroq obyektlarda rol o'ynab qo'yadi. Listga sig'may qolgan joyida sig'ib ketadi.
bo'lib turaveradi. Risovat qo'yamiz. Gabaritlar ham kerak hozir ishlashimizga. Mana. Konditsioner yoqib oldim. Endi buni razmetkasini beramiz. Pastdan 10 cm biz mana 100 mm qilamizda. Noshka qo'yamiz. Shu joyda to'xtaymiz. Endi hamma narsamizni tekshirib chiqamiz. Qarang. Biz bu yerda sxema krepejda ishlatamiz. Hamma narsamiz bormi, yo'qmi? Stяжки, eksentrik bor, kerak bo'lib qolsa, yevro bor, asosiy mexanizmlar bular bor. Keyin o'tgan safar esingizda bo'lsa tortma yasagan edik. Tortmalarimiz ham bor, to'rtta. Tortma ham kerak bo'ladi va noshka. Noshka yo'q ishlamamiz. Endi noshkani yasaymiz. Men Telegram kanalimga tashlab qo'ygan edim. O'sha yerda noshka bor. Bemalol olsanglar bo'ladi. Biz noshkani mesandan olamiz va o'sha noshkani har doim ishlatamiz. 10% da bilimdan olamiz, lekin 90% da ko'pincha bizda mesandan bo'ladi. Chunki sifati bo'yicha ham, boshqasi bo'yicha ham juda yaxshi darajada bo'lgani uchun ishlatamiz. Buni o'sha yerda kerak bo'lib turadi, nimaga tashlaysizlar? Mana mesan turibdi. Buni qaranglar. Mana bu popkaga tashlab qo'yasizlar. Arxivda bo'ladi, arxivdan ochasizlar-da. Furnitura popkasiga tashlab qo'yasizlar. Shunda произвольный degan joyda chiqadi. Mana произвольный degan joyda chiqadi. Apona noshka mesan 100-150 turibdi. Okey, mana noshka mesan chiqdi. Bu ham noshka mesan 100-150 qilamizda nomini. Qo'shimcha furnitura yo'q, kerak emas bizga. Tip sxema от заданной базы bor va simmetrichniy bor. Mana simmetriyani tanlaymiz. Fiksirованный отступni beramiz-da. Отступ от краев degan joyiga biza baribir tegi nakladnoy bo'ladi bizda. Vkladnoy ichiga kirgan bo'lmaydi tegi va nakladnoy tashqarida bo'ladi. Shuning uchun biz 64 tashlaymiz. 600 gacha ham ikkita qilamiz. Ya'ni bazamiz 600 bo'lsa, ikkita noshka yetadi bizga. 900 bo'lsa bazamiz 3 ta bo'lsa, o'rtasiga bitta qo'yib beradi. Va 1200 bo'lsa 4 ta bo'lsa. Bu narsa hamma tomonlama vaqtinglarni ekonom qilib beradi. Ya'ni noshka qo'yish, ko'pchilik qo'ymas ekan noshka. Qo'ysa ham nasechkasi bo'lmaydi. Uni ustida joyida razmetka qilib, chisib, teshib, boshqa qilishadi. Buni yana boshqa plusi bor. Ish davomida hozir ko'rsataman. Juda katta plusi bor. Xo'p, demak bizda bor hamma narsamiz. Okey va escape bosib yuboramiz. Bizga kerak furnitura bor. Kerak bundan keyingi fragmentlarda kerak bo'lsa bizga tortmalarimiz bor. Yasagan tortmamiz, elastichni. Endi davom etamiz. Xo'p, oshxonani tagidan boshlaymiz. Boshlashimiz sababi mana bu yerda 16 mm ga biza chizuv qo'ymasligimiz mumkin. Ishimiz tezlashadi yana. Niz deb nomlaymiz. Okey. Yon tarafini chuqurligi hammasini tanlab qo'yganmiz. Shuning uchun chuqurliklarga tegmasdan turib yasayveramiz. Levoy bok. Pozitsiya bermaganingizda ham, esingizdan chiqib qolganingizda ham mana shu nomlar orqali orientatsiya olishadi. Yana undan tashqari yana orientir oladigan joyini biz oshxonaga sotganda ko'rsataman. Levoy bok. Hozir biz noshka qo'yib oldik, lekin noshkaning ustanovkasi sal boshqacharoq bo'ladi. Oddiy men bilan ustanovkasiga qaraganda, ya'ni plankalarni boshqalarni. Endi bizda bu yerda MDF ga aslida 8 cm ham yetadi planka, lekin biz 10 cm qilamiz standart bo'yicha. 10 va bu yerdan 10 cm. Va tepa ko'rinishi. Bizda planka paydo bo'ldi. O'sha biz belgilagan joydan boshqa joyga qo'yilmaydi bu. Planka 1. Planka, shunchaki planka deb yozamiz. Va yana keyingi plankani ham qo'yamiz tepasiga. HDF qo'yish ikkita yo'lini ko'rsataman sizlarga. Qaranglar mana. Deyarli tayyor. Faqat bizda bu yerda hozir kromka yo'q. Kromkani esingizda bo'lsa men bilan ko'rsatgan edim. Облицовать kromki. Облицовать kromkida bunday qilamiz. Mana bizga ko'rinib turgan tarafini kromka beramiz. O'taylik. Ko'pchilik baribir bizga o'xshab 100% kromka bermaydi. Shuning uchun облицовать видимый qilamiz.
Mana bizga ko'rinib turgani kronka belgradga turibdi, mana oq kronka va bizga ko'rinib turgan tarafini qilyapti, bu tarafini qilmadi. Buni biz mana bunday qilib turib ham qilsak bo'lardi va bu yerda bizga etikli mana bu kronka kerak emas, olib tashlaymiz. Yonida qolib ketadi. Lekin men tavsiya qilaman aylantirib kronka berishni. Ayniqsa oshxonalarda suv tegadigan joylarda juda kerak. Purklikda qilib qilsa. Qaranglar, mana tayyor. Buni materialimizni almashtiramiz, chunki bizda hali ham DSP bo'lib turibdi. Esingizda bo'lsa LMDF Belgradga qo'shib qo'ygan edik. Okey. Oddiy o'sha standart bo'yicha, baza bo'yicha yasaganmiz. Keyingi o'rinda bizda qaranglar, mana buni birinchi noshga qo'yib olaylik. Esingizda bo'lsa yasadik, boya hammasini ko'rdinglar. Okey. Bosamiz. Qaranglar, endi buni qo'yayotganda ringga o'tkazib oling. Qaysi devorga nisbatan qo'yib beray deyapti. Bu yoq devorgami, bu yoq devorgami, qaysi devorga? Bizga oldiga kelgan. Oldi devorga nisbatan qo'ydiramiz. Va yana bir marta orqa devorga nisbatan. Xohlasanglar orqaga qo'ymasanglar ham bo'ladi, chunki orqaga o'lchab o'tirish shart emas, shunchaki ustalar o'zi qo'yib qo'ysa ham bo'ladi, lekin bu yana ham ishni tezlashtiradi ustalarni. Mana bo'ldi, teshiklari bilan hammasi tayyor bo'ldi. Mana ustiga bossak, belgida beryapti. Bunga bu bog'langan, mana yashil qilib qo'ydi. Ya'ni bu bog'langan bu bilan nimadir tegib turibdi deb. Mana bizda prisatkamiz tegib turibdi, 3x3. Va yana bitta narsa, qaranglar. Mana bunaqa narsa bor. Umumiy smetaga qo'shmoqchisiz. Hozir bu yerda mana smeta moduli yo'q, bu akkauntda, boshqa akkauntda bor bizda. Lekin smetaga qo'shmoqchisizlar. Boya noshkani ko'rsatdim sizlarga. Furnitura, mesan va noshka sizlarda ertaga pulga chaqilishi kerak. Pulga chaqib hisoblamoqchisizlar. Bu yerda ikkita bor ekan. Noshka mesan 100 mm va mana qaranglar. Bu fragment, bu naqada turibdi bizda. Bu fragment bo'lib turibdi, bu bo'lsa furnitura bo'lib turibdi. Furnituraligini ochamiz. Nima bo'ldi bunga? Boshqa. Ba'zisi qotdi shekil. Internet ketdi-yu. Hozir boshqatdan ochib ko'ramiz. Nimadir bo'lib qoldi. Endi bunaqa narsalar bo'lib turadi. Bazis 100-150. Ochildi. İşimiz oson kechdi. Boshimiz ortda o'tirishimizga to'g'ri kelmadi. Ya'ni bu furnitura bitta rangi bo'ladi, o'sha rangga ketadi va bu yerda gabaritni ramkani o'chirish kerak emas. Mana ko'rib turibmiz va nega teskarisiga o'rnatilgan. Teskarisiga o'rnatilgan sababi bu o'sha plitani belgilaydigan joyda biz teskarisiga o'girib ustanovka qilib qo'yganmiz va ustanovka payti o'zingizlar ko'rdinglar qanaqa ustanovka bo'lishini va manba tilini kerak tarafga qaratib qo'yganmiz. Endi parametr izlaylik. Ya'ni smetada chiqara olmagan taqdiringlarda ham mana bu 3 ta nuqtani bosasizlar. Ba'zida men kirgizgan edim, hozir boshqatdan kirgizib ko'rsataman sizlarga. Furnitura, nожки, опоры для столов, опоры низкие, mana mesan deb qo'shib qo'ygan edim. Buni o'zgartiramiz. Aytaylik, yangi qo'shasizlar. Mana qilamiz. Narxi bilan chiqishi uchun nожки, mesan katta harfda yozsak adashmaymiz. 100-150, ya'ni universal bo'ladi, 100 dan 150 gacha ko'tariladi. Artikul kerak bo'lsa yozasizlar, lekin bu yerda kerak emas. Bu yoqda ham shunchaki okey qilib belgilab ketsa bo'ladi. Koeffitsient kerak emas bunga. Naименование. Furnituraga kirsak, petli, количество ножки bor ekan mana. Okey. Единица штук, bittaga bitta hisoblanadi, massa shart emas. Massa qachon kerak? Aytgandek, salonda ishlayotgan bo'lsangiz, umumiy og'irligini necha tonna chiqyapti, umumiy ishlagan narsalar kerak bo'ladigan bo'lsa qo'shsanglar bo'ladi. Cena bazaviy valyuta adashmasam 5000 so'm hozir. Bitta noshka va bu dollarda bizda 385, 38 sent bo'lyapti. Deyarli 39 sent bo'lyapti. 5000 so'm. Bu yerda tekstura kerak bo'lsa, tekstura berasizlar, lekin bu yerda rang berib qo'ya qolaylik. Rang berib qo'ysak, okey, mana qo'shdik. Buni belgilaymiz. Okey.
Так, bu yerdan belgilaganimiz hozir hech nima uchun bo'lmadi. Bu yerdan hozir keltiramiz. Noshki, opora nizki. Mesanda shunchaki qo'shib qo'ydim. Yoniga mesan 100-150 qo'shildi. Okey. Okey. Bo'ldi. Va bizada endi bu narsa smetada chiqadi. Сохранить qilamiz. Bu iloji bo'lsa mana bu ishlarni qilguncha qilganinglar yaxshi. Lekin keyin qilgan bo'lsanglar mana bunaqa ish qilamiz. Parametri ko'rdinglar, mana 100-150 qilganim bu yerda hali ham eskisi turibdi. Mana произвольный noshki mesan oti ham o'zgardi. 100-150. Okey. Okey. Okey qilamizda. Escape'ni bosib yuboramiz. Farqi yo'q. Okey bossanglar u yerda hisob bo'ladi va bu yerda qo'ymasanglar ham bo'ladi. Escape'ni bosib yuborasiz. Endi mana bunimiz o'zgarmadi hali ham bizani. Bu yerda o'zgartirgan ekan. Esingizda tursin. Bu yoqda o'zgartirganinglar bilan bu yoqda o'zgarmaydi. Mana bu yerda zamena qilamiz. Zamenada bizda sxema kripej turibdi. Noshka mesan 100-150. Okey. Okey. Va nomiga to'g'ri beramiz. Mana ko'rdinglarmi, o'zgardi. Smetana ham chiqadi. Endi boya esingizda bo'lsa, buni kattalashgan sari ko'payadigan qiluvdik. 600 gacha 2 ta, 900 ga 3 ta qiluvdik. Mana 900 belgilaymiz. Shunchaki o'zimiz uchun tekshirib qo'yamiz. Hammasi to'g'rimi yo'q. Agar sizlarda bunaqa bo'lmayotgan bo'lsa, bitta yana dars ko'rib boshqadan qo'yib yuborasizlar. Demak, biz ham bazamiz 900 ga kattalashtiradigan bo'lsak, 3 ta qo'yiladi. Bu biz oldindan to'g'rilab qo'ydik. Xo'p, endi выделение. Kerak bo'lmasa o'chirib tashlaysiz вспомогательные liniyalarni. O'sha kerak emas. Pastdan 100 belgiladik va qo'yib bo'ldi. Mana bunda chizig'i chiqib turibdi, ko'rasizlar. Liniya stika deydi buni. Mana shu liniya stikadan katta qilamiz biz. Liniya stika bizga shu umumiy katta bo'lishiga javob beradigan narsa. Ya'ni furnitura 900 gacha ham cho'zilishini mana shu liniya stika ta'minlab beradi. Sklit выделенный. Ertaga ko'zimizga tushib turmasin, yashil bo'lib ikkinchi tarafini ham belgilash uchun esingizda tabni bosamiz. Bitta furnitura bilan tabni bossak, umumiy uni papkasini, o'sha sxema kripejani belgilab beradi yoki papkani belgilab beradi. Hozircha furnituralar turib tursin. Endi asosiy furnituraga o'tamiz. Mana shift bilan ikkita plankani belgilaymiz, chunki bir xil narsa. Ko'rsatdim sizlarga. Mana bu narsa, qarang, bu narsani ko'rsatdim. Bu va mana buni tanlasak, ya bunda emas, polka qo'yamiz. Polkani ham qo'yib olaylik. Polkani xohlasanglar nimaga qo'yasizlar? Buni markaziga qo'yasizlar-da. Mana umumiy plitani markaziga qo'ysanglar bo'ladi. Endi misol uchun bu yerda hozir biz yutqizayotgan bo'lsak 8 mm yoki 16 mm yutqizamiz tepa qismidan, bu yoq qismidan. Xohlasanglar mana bu chiziqdan mana bu chizig'igacha o'rtasini olib turib qo'ysanglar bo'ladi. Menimcha bu katta prinsipial narsa emas. Polka. Hozir polkani yevroga o'tkazib ko'ramiz va shuni misolida bitta narsani ko'rsatib ketaman sizlarga. Облицовать видимо, ana уже ko'rsatyapti bizga qayerda kromka qilganini va belgilaganimizda qayerda kromka borligi rentgenda turganda ham ko'rsatadi. Bu yoqlarda yo'q, faqat shu yerda bor. Endi qaranglar, mana shift bilan belgiladik. Крепежа фурнитуры стики. Крепежная фурнитура стики, на стики. Ulangan joylarida bo'lyapti. Qaranglar hozir. Bu joyda bizda bitta narsa bor. Mana bu joyda bizda учитывать стик до кратной длины. Так, начальный отступ. Adashmasam mana bu net turadi. Ko'rasizlar o'zgarishini? Bu yerda net turadi va yana ikkinchisi bu yerda hozir ko'rmayotgan narsalar mana bu joyga e'tibor beringlar. Kratniy длина qilmaydi, faqat mana buni qalinligini olyapti. Tepasida turgan furnituraning qalinligini olyapti-da, 10 cm. Bu yerga faqat 10 cm o'ziga qo'yib beryapti. Shuni hammasini to'rttalarni taqib qo'yamiz. Va общий parametri yopib turadi oddiy holatda ochamizda, ama sizda mana shu net turgan bo'lishi mumkin. Ish davomida o'zgartirib, buni tushuntirmagan bo'lishi mumkin. Da turibdi hozir menda. Va ranglarni ham shu yerdan o'zgartirsangiz bo'ladi. Bo'ldi. Bu yerda mana следующий stiki yo'q. Закончить beramiz. Endi qaranglar. Bitta narsani tekshiramiz. Mana har xil joyga tushgan. Bunimizni simmetrichni berganimiz uchun va furnitura bitta dona tushayotgani uchun markazga qo'yib beryapti. Ya'ni biz simmetriyani tanlaganmiz. Mana markaziga 50 ga qo'yib beryapti va pastiga bizning polkamizniki bo'lsa, mana 66 ga tushdi.
orqasidan tekshiramiz. Biz 64 dan boshlab qo'ygan dedik, mana bu yoq ham bizda 50 bo'lsa, bu 82 ga tushyapti. Endi qaranglar. Bu yerda bizda noto'g'ri tushdi hozir va shuni bitta boshqachasiga qo'yib ko'ramiz. O'ziga alohida qo'yib ko'ramiz. Shunda bizda to'g'ri tushishi kerak. Balki o'sha yerda bitta galочкani olib tashlaymiz. Xo'p, mana simmetriya turibdi. 64, shak 32 hisoblagan davomimiz. Так, выравнивать, конечно, начальный отступ, да, пересечение, учитывать стык двукратной длины. Bunisi emas. Yo'q, bu narsalar bizga hozir farq bermayapti. Mana o'ziga alohida qo'ydik, hech nima o'zgarmadi. Закончить bosamiz va tekshiramiz. Aytganim men bilan Ctrl+, Ctrl+4 qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ctrl knopkasini bosib 1, 2, 3, 4 mana. 4da bizda 3D ko'rinishda ko'rsatadi, 3D ko'rinishda. Bizani chalg'itmaslik uchun yopib turamiz va tekshiramiz. Shunda bizda 74 ga tushdi orqasi va oldi bizda 74 ga tushdi. Mana simmetrichni tushdi. Va bunda yana bitta narsa bor. Qarang. Toza 64 ga tushiramiz hozir. Prinsipialni bizda 64 da bo'lishi kerak deylik. Ana shu orada ko'rsatib ketmasam, keyin esdan chiqib qolishi mumkin. Simmetriya turibdi, hammasi yaxshi, Eurodin turibdi. 64. Buni bitta narsasini tekshirib qo'yishimiz kerak. Menimcha, bizda mana bitta xato bo'lmasa agar mana fiksirani o'tib qo'ymagan ekanmiz. Shuning uchun bizda 70 gacha sakrab ketyapti. Okey. O'chiramiz. Chunki tepadagi bizda bitta dona furnitura tushgani uchun bilinmadi. Fiksirani o'tib qo'ymaganimiz uchun bizda sakrab ketdi. Закончить. Qo'ydik, tekshiramiz nechiga tushganini. Prinsipialni 64 ga tushishi kerak edi. Mana 64 ga tushdi. Mana bu joyga e'tibor bersanglar, 64 bo'ldi. Aynan biz aytgan joyga furniturani qo'yib berdi. Bu bizga yana petlalar qo'yayotganimizda muhim. Petlalarimiz 100 ga emas, 100 dan tepaga sakrab ketmasligi uchun boshlang'ichi bu juda muhim narsa, fiksirani o'tib qo'yib ishlash. Endi bunda misol uchun kerak emasdir. Bitta qo'ygancha polkalar hammasi bir xil qo'yadi, baribir fiksirani o'tib bo'lmasa ham o'zi avtomat ravishda hamma polkalarni bir xil qo'yadi. Остановить, видимо. Bizda 300 lik boksimiz tayyor. Bunga endi HDF. HDF ikkita yo'li. Ikkita yo'li bor HDF. Orqasiga yaxlit qo'yish. Qaranglar, mana bizda gabaritli ramka bor. Rovni 500 berib turibdi va bundan 3 mm chiqarib qo'ysak bo'ladi. Yoki 3 mm kirgizib qo'ysak bo'ladi. 3 mm kirgizishimiz uchun biz boshida buni imet video qilishimiz kerak edi yoki parametri 503 qilib qo'yamiz. Ramkani ichida bo'lgani muhim. Bizda oldidan berdi ko'rasizlar. Buni umumiy belgilaymiz tepa tarafdan va M knopkasiga o'tkazib qo'ygan edik boshida darslarda yoki Ctrl M bo'ladi agar M ishlamasa sizlarda mana. Va bitta ham bor. Сдвиг поворот. Bosamiz. Olib kelamiz. Сдвиг поворот bosgandan keyin. Va orqasi 3 mm ochildi bizga. Birinchi yo'li. Qaranglar. HDF tanlaymiz. Mana HDF qo'shib qo'yganmiz. Oddiy belgi shakling. Va bunga men odatda 1 mm kichkina beraman. Birdan turibdi. Xohlasanglar, misol uchun 0.5 umumiy 1 mm berib yuborsak bo'ladi. Shunda arra ham kesa oladi, pilni sentr ham kesa oladi. Umumiy razmerimizda yonidan 5 mm dan kichkina. Nega men kichkina qilib beraman HDF? Sababi HDF qo'lda kesiladi, ya'ni oddiy qo'lda arrada kesiladigan narsa pilni sentrda kesilmaydi va ko'pincha yoki diagonalda muammo bo'ladi bizda. 1 mm ga boshi bilan oxiri o'ynab qoladi yoki 1 mm, 2 mm katta kesib qo'yishadi. Buni hozir bittada tushunasizlar. Botdagi HDFda aytaylik joyida san o'ngga chapga qilib tepa pastga qilib keltirib olish imkoni bo'lsa, mana HDF ga aytaylik
mana bu yerdan mix yasab turib qo'yib chiqsanglar bo'ladi. Mixdan samarangizni yasab turib alohida samarangizni qo'yib chiqsanglar bo'ladi. To'rga 16. Ertaga hisob kitobni bilish uchun nechta to'rga 16 ketadi. Odatda baribir bu hisobga qaraganda ham qo'shimcha baribir beriladi va biz ko'pincha bu ishni qilmaymiz. HDF'imiz bor. HDF qo'ydik. HDF uchun ham misol uchun o'sha kripej furniturada yasab olib turib nechta ketishini hal qilsanglar bo'ladi. Va HDF prisatkaga hisoblamaydi, lekin prisatkaga berayotganinglarda buni hisoblamaydigan qilib berasizlar, ko'rinmaydigan qilib. Bu faqat o'zingizlar hisob kitob uchun. Ya'ni furnitura yasaysizlar, u furnitura 4 ga yoki 3 ga 16 bo'ladi, lekin teshik bermaydi u. Shunchaki qo'yib chiqiladi. Shunaqa darajada yasasanglar bo'ladi. Lekin hali bu narsani kimgadir foyda berganini eshitmadim. Balki kimgadir foyda berar. Bizda bitta materialimiz qolib ketibdi. Umumiy materiallarni ko'ramiz. Nimalarimiz bor? DSP book, mana DSP book kerak emas bizga va biz belgi gladkini tanlaymiz. Okey. Mana bu joyda ham qaytarib DSP book tanlab qo'yamiz yoki belgi gladkini asosiy material qilib ishni boshlaganimizda o'shandan chizadi. Xullas, HDF mana bu yo'l bilan qo'ydik. To'g'rimi? Endi orqaga qaytamiz. Mana orqaga qaytdi. O'sha boksimiz bo'ldi va material joyiga keltirib olamiz. Qarang, material joyiga keltirgandan keyin oldiga chizig'i yo'q qoladi, ya'ni o'zgarish berdik va bu yerda mana действиямizda istoriya tugadi. Endi buni biz pazga o'tkazamiz. Va nihoyat shu joyga keldik. Paz bilan ishlashni boshlaysizlar. Paz aytaylik biz 10 sm ga beramiz. 10 tashiymiz-da mana. 10 mm tashiymiz va 4 mm qo'shiladi bunga. 13, 14 va 10 ga belgilaymiz. Bu biz mana polkamiz xalaqit beradi, chunki HDF qo'ysak pazga shu arq ochib deyishadi. Shunda mana bu yerga keltiramiz. Pazimizni tugagan joyga keltiramiz va bu yerda bizda qaranglar. Mana bu boyagi liniya stika esinglarda, liniya stikani to'g'irlamaganimizda bizda shunda yevroyimiz 50 mm bo'lib qolyapti mana. Buni to'g'irlash uchun tabni bosamiz. Shu yevroni belgiladik, tabni bosdik, liniya stika chiqdi. Liniya stikani ham shu joyga olib kelamiz. Plita tugagan joyga. Ko'rdingizmi farqini? Surildi avtomat. Va 64 ga tushdi. Va bu tarafini ham har qachon furnitura bilan ishlaganingizda, ya'ni kripej furnitura va sxema kripejga qo'yganingizda liniya stika bilan ishlanglar. Ya'ni men buni o'zini olib turib, o'ngga chapga surmayman. Qarang, mana surib qo'yaman. Surdimmi? Buni qaytib joyiga qo'yaman. Bu avtomat yana o'zini joyiga olib kelib qo'yaveradi. O'sha bunga berilgan ustanovka bo'yicha. Shuning uchun liniya stika. Yana bitta yo'li, misol uchun tepadan sizlarda ko'rinmayaptimi? Mana men boya mana bunda turibdi bizda. Mana belgilar liniya stika o'tib ketgan ko'ryapmiz. Olib kelamiz, mana burchaga olib kelib qo'yamiz. Bunaqasiga ham bemalol ishlasanglar bo'ladi va oldini biz ko'pincha mana standartda hamma barobar qilsa, lekin oldi bizda aytaylik 1 sm kichkina bo'ladi. Nega? Ayollar ko'pincha lattali narsalar qo'yishgan, lattan cheti osilib qolib, eshik yaxshi yopilmaydi. Shuning uchun 1-2 sm kichkinaroq beramiz biz. Bu hech qanaqa prinsipialni minus joyi yo'q, faqat plyusi bo'lsa bor. Va liniya stikani biz hozir mana joyiga keltirib qo'yamiz va bo'ldi. Hamma liniya stikalarimizni tekshirib ko'ramiz o'zimiz uchun. Joy-joyiga keldi. Nega fragmentni qayta-qayta tekshiramiz? Fragment bitta yasaladi va bu davomiy har doim ishlatishga mo'ljallanadi. Shuning uchun hamma narsani tekshirib, keyingina buni saqlaymiz. Bu yerda furnituramiz fragmentimizni qo'ydik. Mana bu qo'yamiz, hozir buni ham qo'yib olaylik, keyin paz ochamiz. Mana bu yerga furnituramizni qo'ydik, yevroga. Bo'ldi, bu ham tayyor. Hamma yoqda mana furnituramiz bor. Elastichness'ni oxirida beramiz, ungacha ham HDF dan o'tib chiqamiz. HDF dan yana bitta oson yo'li. HDF berganda buni ham 14 mm kirgizamiz. Minus 14 mm. 14 mm kirgizib qo'ydik. Liniya stiklari bilan birga o'zi bordi. Va bu ham kirgan 14 mm ga. Bitta liniyada. Endi
Qaranglar. Bo'ldi, bu HDF boshqa hammasi bo'ldi va bizda bu yerda hozir orqaga qaytarganimizda buni 503 500 qilib qo'ymadik. Ungacha ham qaytarmadik to'g'riroq. Tak, tepa ko'rinishidan olamiz. Gabaritni ramkamizni belgilasak, ko'rsatadi. Gabaritni ramkamiz hammasi to'ppa-to'g'ri turibdi. Bo'ldi, ichiga tushdi. Agar to'g'ri turmagan bo'lsa, surib qo'yasizlar, bo'ldi boyagidek. Endi qaranglar, mana yondan e'tibor beringlar. Mana bu narsa ham biz chizganimizda точный qilib chizganmiz. Shu joyga kelib turib, mana shu joyda plitangiz boshlanadi. 16 ring o'sha sokolingiz boshlanadi. Qaranglar, buni keyin biz bunaqa точный qilib olganimiz sababi, aytaylik, mana bu penalimiz bor. Penal 3 sm oldiga chiqib turibdi. Mana penal mana bundan boshlangan va bizani noshkamiz markazi 67,5 da turgan bo'lsa, buni ham markazi 67,5 bo'lsa, mana uni markazi 67,5 bo'lsa, bu yoqdagi noshka oyoq mana bundan boshlangan bo'ladi. Va shu liniyada qilib, aytaylik, mana penal keldi. Buni sokol ichkariga kirib qolgan sokol davom etmasin, bitta sokol bo'lsin desangiz, buni shunday olasiz, markazini olasizda, bir-biri bilan baravar qilib qo'yasiz, bo'ldi. O'sha penalni ham va bularni ham. Yo buni oldinroq orqaroq yoki penalnikini oldinroq orqaroq qilib keltirib olasizlar. O'zingizga ma'qul, shu qulay taraf bilan. Xo'p, endi pas. Ikkinchisi bor bizda. Buni mana yasagan ekanmiz 10 mm deb. Sizlarda ham bo'lish kerak. Kimdir keldi shekilli, qarab oling. Tak, davom etamiz. Odam kelib qoladi. Xo'p, pas yasagan ekanmiz. Bizda to'rtli tig' bor, shuning uchun mana shirinasini 4 berganmiz. Glubinani 8 bergan ekanmiz. Keling, shuni standart 6 beraylik. 8 bersak yoki undan ko'proq bersak yaxshi, bitta bok bo'lsa. Aytaylik, sizlarda o'rtada bitta bok, ikkita tarafdan HDF tushishi kerak. Shu payt yo 5 yo 6 berasizlar. 5 qilib qo'ya qolaylik, standart bo'lsa. Smishsheniyamiz 10 turibdi. Qaranglar, buni yana bitta qo'shamiz-da mana. Pas HDF, burchak 16 ga har xil nomlar bor. Bu yerda mana добавить qilib, misol uchun pas HDF. Men 2 sonni qo'shdim, menda borligi uchun. Bu mana shu dars o'tkazib o'rganlar uchun bitta yana qaytarib ko'rsataman. Qo'shdik. Pas HDF 10 mm deb yozamiz bunga, bir xil bo'lib qolmasligi uchun. Smishsheniya, ya'ni kengligini to'g'ri beramiz. Bizda to'rtli tig' bo'lgani uchun присадочный stanokimizda uslubida ishlasanglar hammada bor. O'sha avtomat to'rtli beraverasizlar. Chuqurligini mana 5 ga kelishdi bo'yasizlar, 5 beramiz. Va smishsheniya bu orqa yoki o'sha biz belgilagan bokdan qancha o'tkazib qo'yish. Buni 10 beramiz. Va bunga nomlab qo'yamiz. Pas HDF 10 mm. Bir xil narsa qildik. Shunchaki oldingi safar ko'rmay qolganlar bo'lsa, mana pazni mana shunaqa qilib qo'shamiz. Belgilaymiz, okey. Va o'sha kerak bokka belgilaymiz. Mana masjidga biz orqasiga pas bermoqchimiz. Mana. Qaranglar, bu yerda bunaqa chizib chiqsak bo'ladi yoki mana bu knopkani bosib olamizda vdol elementi. Vdol elementi qilsak bo'ladi. Boshqatdan kiramiz. Vdol elementi. Bizga boshdan oxirigacha kerak. Hech qanaqa bizga minusi yo'q. Tepadan HDF tiqib borishimiz uchun yig'gandan keyin. Bo'ldi, okey. Ko'rdinglar, xatga tushgan. Bir marta qo'yamiz, ikki marta qo'ymaymiz. Bu yoq tarafiga ham mana beramizda, boshidan oxirigacha beramiz. Mana bu yoq tarafimizga orqasi. Okey. Va pastiga beramiz. Pastiga baribir ko'rinmaydi, yaxlit berib yuborsanglar bo'ladi yoki mana vdol elementini o'chirib qo'yamiz. Mana bizda mana bitta plita bor. Plita bo'lmasa chizib olamiz. Aytaylik, biz 8 mm dan boshlab bergan davomimiz. Bu tarafga oxirida 8 qolganda tugatamiz. Shunda bizda escape ni bossak, mana bu belgilanib turibdi. Escape ni bossak o'zi chiqadi, mana bosgan deydi, liniyani chizamiz. Ko'k liniya o'zi ko'rsatib turibdi. Mana bizga kerak 8 mm dan boshlab chizib berdi. Okey. Bo'ldi, mana HDFimiz uchun hammasi tayyor. 5 mm dan berganmiz. HDF shunday tiqib qo'ysak bo'ldi.
Sexda kesadigan bo'lsangiz, misol uchun hammasini prisadkaga berasiz, lekin sexda arrangiz bor va arrada точный qilib kesa olsangiz, shu 5 mm dan berib HDF tayinlab qo'yursangiz bo'ladi yoki uslugaga bittada berib yuborasiz. Ko'pincha HDFning ostatkasi ko'p bo'lganda sexda kesib tayinlab qo'yishadi. Endi bizda mana yoqig'ida boya HDF qo'ygan edik, HDFdan boshqa hech nima qo'ymadik. Yoqamizda misol uchun mamnaq qilamiz. 0 bir yoq tarafidan 1 beramiz. Shunda bir yoq tarafdan 1 ga kichkinlashadi yoki hamma tomondan bir xil ko'rinishda bo'lsin desanglar 0.5 beramizda. Bizda HDF tanlaymiz. HDF berishadi. Va tepasida bizda pas bermadik esinglarda bo'lsa. Tepasini oxirigacha beraveramiz. Ya'ni mana shu joydan samarezda yoki mixda qotirib qo'yish uchun ustalarimiz. Bitta va bu yerga beramiz. Keyin mesanda aynan HDF uchun mo'ljallashgan kichkina uchburchak narsa bor. Mana shu pazni orasiga tiqib qo'yasizlar va samarez urasizlar. Ya'ni samarezdan 45 gradusda kiradi. Va HDF'larni mahkam ushlab beradi. Yani diagonal o'ynab ketmasligini oldini olib beradi. Agar ishxonamizda bu narsada qo'yilgan bo'lsa, men video kanalga tashlab qo'yaman uni. HDF'imiz orqasida 1 mm qoldi, ko'rasizlar. Biz 3 emas 4liga ochganimiz uchun HDF 3 mm bo'lgani uchun va mana shu joyidan bizda kiradi. Shu aytganimdek HDF держатели bor, o'zini maxsus. Mana shu joyidan 45 bo'lib kiradi. Uni furniturasiga yasab olsanglar bo'ladi. Va uni nechta qo'yilishigacha mana shu aniqlasanglar bo'ladi. Umumiy smetada mana bu yerda hattoki furnitura degan joyi bor. Mana shu ko'rsatib turadi nima furnituralar kerakligini nechtadan. Noshka 4 ta kerak, mana shu blokimiz uchun va 12 yevro kerak. Va HDF держателini qo'ysanglar, xuddi shunaqa HDF держатель chiqadi. Demak, mana pazga o'tkazdik. Buni ertaga mana tarzda tepadan pastga kirgizib tiqib qo'yishadi bo'ldi. Va samarez qotirib yonidan o'sha 45 gradusli ikkita qo'ysa, ikkita yonga yetadi. Ko'p shart emas. Shuni o'zi ham ushlab beradi, chunki HDF o'zida ham HDF o'zi ham agar to'g'ri kesilgan bo'lsa, razmeriga точный bo'lsa, to'g'ri keladi. Shu aytib o'tganimdek, menda shu qo'rqinch qolgan HDF har doim noto'g'ri razmer kelgani uchun umumiysidan 1 mm dan kichkina berib yuboraman. Buni ishlatsanglar, ishlatmasanglar, misol uchun buni ishlatmayapsizlar, yaxlit razmer berdinglar, oxirida mana bu yerdan 1 mm kichkinlashtirib qo'ysanglar bo'ladi. Chizib 1 mm ovora bo'lib o'tirgandan ko'ra, chizib bo'lgandan keyin oson yo'li shunaqa yo'l bilan qilarasizlar. Endi hamma narsani chizib bo'ldik. Sвернуть qilamiz, все. Bizda har xil joyda har xil narsa joylashgan. Adashmasligimiz uchun bularni popga qilamiz. Katalog bilan belgilayman. Birinchi bilan belgilaymiz va bu o'zi hamma qolgan unga tegishli narsalarni popkaga olib kirib oladi. Buni belgilaganimiz sababi hozir popkaga kirganida ketma-ketlik bor, ya'ni bular birinchi kelish kerak va ketidan furnitura tushishi kerak. Сборочный единица kerak emas, chunki bu qo'ygan ishimiz o'zi сборочный единица. Korpus deb belgilaymiz. Korpus. Enter. Va bu yerda qolgan narsa turibsiz, сборочный единица kerak emas. Bu yerda ham bizda hech qanaqa yo'q, opora boshqa hech nima tanlamaymiz. Okey. Endi qaranglar, mana alohida qilib berdi. Buni furnitura deb belgilaymiz. Группировка. Furnitura. Okey. Ertaga yig'ilib popkalardan popkaga o'tayotganlarda ko'p narsa bo'lib ketmasligi uchun yig'ilib turadi. O'zi mana bunaqa turadi. Aytaylik, bu yerda nimani almashtirmoqchisiz, bossanglar mana bunaqa ochilib ketadi. O'sha ochilganda yana bu ham qo'shilib mana bunaqa uzun bo'lib ketmasligi uchun sortirovka qilib qo'yganimiz yaxshi. Hop, qaranglar, bizda modul tayyor. O'sha blokimiz fragmenti tayyor. Bu yerda bitta qilmagan ishimiz bizda mana tegib sokolni qo'yamiz. Sokolni 5 mm kichkina beramiz. 5. Nimaga? Chunki mana plastika bor va mana buni kirgizib o'tganingizda shunga xalaqit berish ehtimoli katta. Ya'ni tegib qoladi, kirmaydi. Qiyshayib sokolinglar bundoq emas, bundoq turib qoladi. Shu butga
material tanlaymiz. Oldin belgi gladka qildik. Yoki endi cho'qil beramiz. Cho'qil. Va mana bunga kelib taqab qo'yaveramiz. Cho'qil. Cho'qilimizni bunga kromka beramiz. Hammasi kromka bermaslik o'zingizlar ishlab chiqaruvinglarda, o'zingizlar qo'ygan ish standartidan kelib chiqadi. Bunga bermaydiganlar ham bor, beradiganlar ham bor. Kim qanaqa ishlashi, hozirgi kunda hamma har xil ishlayapti, bir aniq standartlar yo'q. Biz-ku umuman unda belgilaymiz. Misol uchun cho'qilga kirgizaylik. Buni belgilaymizda, qarang, cho'qildan boshlab tepasigacha aytaylik, buni belgilab oldik hali hidayat qo'ymasdan oldin. Облицовать все кромки. Okey qilamiz. Mana ustun-ustiga qilaymi deyotganda almashtirdimmi? Hamma yoq kromka bo'lib ketadi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi bizda bokslar. Qaytaramiz. O'sha qilayotgan standart bo'yicha ishlaymiz dedi. Bu to'g'ri xarajatni kattalashtiradi. 4-5 metrli oshxonada krugovoy kromka qilganingizda uslugani puli bo'yicha hisoblasak 4,000-4,5 mingdan lishniy kromkani qilganda 1 millionga yaqin qo'shimcha xarajat bo'ladi. Shuning uchun kerak bo'lsa, o'ringlar, kerak emas bo'lsa shart emas. Va orqa nimasi bizda ikkita kategoriya bor. Sobirovda light bor va premialniy bor. Premialniyda bizda orqasi ham xuddi shu material o'zidan ketadi, shu oltiringni o'zidan ishlatiladi. Agar mana bu joyda sizda polka держатель bo'lsa, polka держательni yasaymiz. Uni ham ko'rsatib ketay. Qaranglar, bizda yo'q polka держатель. Endi polka держатель olamiz. Mana polka держатель parametri добавить qilamiz. Xo'p, polka держатель rangini belgilaymiz. Ertaga ko'zimizga tushuntirish uchun, o'sha rentgen ishlayotganda ko'rib turishimiz uchun, shunchaki qora bo'lmasligi uchun. D qalinligi 5 mm bo'ladi. Tak, chuqurligi adashmasam 8 mm edi. Chunki ikkita tomondan polka держатель qo'ysanglar bo'ladi. Shuning uchun shu borib to'xtaganda o'zini agar nimaligi bo'lsa, yonida shaybaligi bo'lsa, borib to'xtaydi 8 mm da. Mesamda shunaqa. Keyin bundan tashqari Rafix bor, polka держатель. Unda ham 8 mm chuqurligi. H tak, Y 5 mm bo'ladigan bo'lsa, shu polkani 2,5 kelaylik, 3 mm qilaylik. 3 mm pastroqga beraylik, chunki 1,5 mm ustida rezinkasi ham bo'ladi. 3 mm pastiga beramiz va plita tugagan joydan, mana plita tugagandan keyin teginni so'rayapti. Nechiga markazini beray deb. Naminaman furnitura. Bizda polka держатель bormi ekan? Bo'lmasa ochamiz. Так, петли, ручки, саморезы, соединительная фурнитура, сушилка, шкафы. Соединительная furniturani ichidan qo'ysak bo'ladi yoki монтажные петли, ручки, саморезы, сушилки, штанги, эксцентрики. Bizda yo'q va furnituradan beramiz. Kripyoj. Mana bu yerda polka держатель bor ekan bizda kripyojda. Bu bizda ikkita ochilib qoldi, o'zi bittasini o'chirib tashlamoqchi edim, hozircha turib turursin. Bitta joydan ishlaymiz. Bunga добавить gruppa qilamiz. Polka держатели. Okey. Polka держатель. Polka держатель D5 qilamiz. D degani diametr, 5 degani diametr 5 mm. Polka держатель D5 klass umumiy. Так. Polka держатель. Окей. Единица измерения штук donada o'lchanadi. Polka держатель nech biladi? 5 so'm deb yozaylik. Cena bazaviy valyuta 0.38 4 sent deyarli. Bo'ldi. Bunda o'zi rangi bor, tekstura kerak emas, shunda ham. Okey, mana qo'shdik. Bizda baza materialov
o'zi shundoq ham biz ishlayotgan anaqada mana furnitura kripajdan tashqari furniturada alohida ochdik va polka держатель qo'shamiz. Bo'ldi mana. Sostavной части kerak emas bizga, hech qanaqa bo'laklardan tashkil topmagan. Buni petlada ishlatsak bo'ladi. Ответный planka nechta va kallasi nechta. Misol uchun bilimda ответный plankasi hammasi bir xil bo'ladi, faqat kallasi o'zgaradi. Nima garbat, polgarbat, nakladnoy, vkladnoy xullas kimga qanaqa qulay bo'lsa, shunda furnitura yig'ayotganda zakup 10 ta nakladnoy, 10 ta polunakladnoy, 10 ta vkladnoy deydi va umumiy 30 ta naqa ответный planka deydi. Unaqa qilsanglar ham bo'ladi yoki shundoq petlarni o'zini yasab qo'ysanglar ham bo'ladi. Nomi bilanda u qiyinchilik tug'dirmaydi. Men eskidan bitta gap aytib yuraman, agar qilayotgan ishing, misol uchun aytaylik, mana shu joyimizda biz borib furnitura olishimiz kerak. Furnitura olishimizda bizga lishniy 5 minut qo'shilayotgan bo'lsa, shunchaki o'sha 30 ta etish uchun va 30 tani ответный plankasi va 10 ta o'sha nimasini etish uchun 5 minutdan ko'p vaqtimiz ketmayotgan bo'lsa, uni avtomatlashtirish shart emas. Ya'ni qilayotgan ishingiz 5 minutdan ko'p vaqt olmayotgan bo'lsa, uni avtomatlashtirmay qo'ya qoling. Схема крепежа. Стяжки, саморезы, конфирматы, ножки. Группу схем. Полка держателя. Bunga alohida ochishimiz sababi ertaga bunun ichiga grafik ham qo'shamiz ishlaganimizda. Parametri polka держатель D5 qilamiz. Okey. Va bizda mana bu ochib qo'yganmiz polka держатель D5 qo'shib qo'yamiz 5 mmlik. Simmetrichniy. Fiksirovanный отступ. Va bu yerda qaranglar. Katta polkalar uchun ko'pincha 6 cm o'tkazib qo'yamiz, lekin kichkina polkalar uchun bir xil payt 64 ham ko'plik qiladi. Shuning uchun buni nimadan qilib turib 32 qo'shib 16 48 ga qo'ya qolamiz. Fiksirovanный отступ va 600 gacha mana ikkita qo'ydimiz. Endi 600 dan katta polka juda kamdan kam bo'ladi-yu, 900 gacha 3 ta qo'ydimiz. 1200 lik polkalar menimcha chuqurligi. Bunaqa qilinmasa ham kerak. Okey. Bo'ldi. Polka держатель. Okey. Escape bosamiz. Bu joyda endi qarang, mana belgiladik. Zamena kirpija botda bor. Keyin mana bu sxema bor. Furniturada mana. Furnitura Eurovint nima turibdi. Botni o'zgartirsak bo'ladi. Botni furniturani o'zgartiraman deyapti. Sxemani o'zini o'zgartirishingiz uchun mana bu sxemani belgilaysiz. Keyingi tomonini belgilaysiz va mana sxema paydo bo'ladi. Boya furnitura turadi. Botni o'zgartirsangiz bo'ladi yoki oson yo'li buni ustiga bosasizlar, mana bu joyda o'zi ko'rsatadi. Mana bu furnitura o'zini ham ko'rsatadi va sxemasini ham ko'rsatadi. Polka держатель D5. Okey. Mana tushdi polka держатель tagiga. Yarim millimetr pastroq, sababi bu yerda rezinkasi ham bo'ladi. Buni xohlasanglar chizib, vizualni ko'rinsin desanglar, chizilgan versiyasini ham xuddi boshida ko'rsatganimdagi furnituraga qo'shib, hisoblaydigan qilib turib chiqarsanglar bo'ladi. Hozir bizda parametriskiy turibdi. Parametriskiyda ishlashning qulay tarafi mana Eurovint o'zi chizilmagan, faqat teshig'i bor. Xuddi shunaqa polka держатель ham o'zi chizilmagan, xuddi shunaqa teshig'i bor. Poligon ko'payib ketadi. Poligon ko'paygandan keyin aytaylik, mana shu blokdan 10 ta qo'ydinglar, hamma furnituralar chizilgan furnitura. U poligon ko'paygan sari bazis qotadi. Juda qotib ishlashni boshlaydi. U noqulaylik tug'diradi. Shuning uchun parametriskiy ishlagan qulay. Bo'ldi. Hop, bitta deb hisoblaymiz va bunaqa ko'rinib turgan nimalarni liniya stikasini mana liniya stika skrit выделение qilamiz. Bo'ldi. Восстановить qilib bo'lmaydi, liniya stikalarni boshqalarni belgilaganingizdan keyin, shuning uchun восстановить видимый qilganingizda u yana qaytib ko'rinib qolmaydi mana skrit выделение восстановить. Bo'ldi. Liniya stika hamma narsamiz kerak joyda ko'rinib turibdi. Misol uchun ko'rinib turgani yaxshi. Yoki xohlasanglar bekitib qo'yinglar. Ko'rinmaydigan qilib. Endi tugatish arafasidamiz. Nima ish qilamiz? Birinchi bo'lib e'tibor beringlar. Назначить по плоскости ham qilsanglar, da net chiqadi. Tegi galочка qo'yasizlar, netni belgilab olasizlar. Men chunki o'tgan safar belgilaganim uchun boshqa chiqmadi mana. Shirina birinchi qiladigan ishimiz minimum 300 bizga kerak.
Misol uchun va maksimum 600 bu bitta eshiklik deb hisoblaymiz. Shak tegmaysizlar, xohlasanglar 5 santimetrdan katta bo'lishi, 5 santimetrdan kam bo'lsa katta bo'lmay joyida qoladi. Aytaylik 603 bo'lsa, 503 bo'lsa, shirinasi 500 bo'lib qoladi. Shakga shuning uchun beriladi. Misol uchun 50 qilsanglar 5 santimetrdan katta bo'ladi. Hozir bizga bu kerak emas, bu joyda shart emas. Buni o'zini beradigan joyi bor, uni ham ko'ramiz hali. Vысотamiz. Vысотani bunga tegmay qo'ya qolamiz. Hozir bizga kerak emas bu. Minimalni necha va maksimalni nechaga. Yo'q, bu o'zi chizgan anaqamiz bo'yicha bo'ladi. Glubina ham xuddi shunaqa, glubinaga tegmaymiz. Ploskosти ham tegilmaydi mana bizga. Endi mishkani o'ng tarafini bosamiz. O'ng tarafini. Ishlaydigan emas, teskari taraf. Vertikal va gorizontal bor. Mana shu ikkalovi kerak bo'ladi. Frontalni bu chuqurligi, ya'ni ichkariga tortish. Buni bermaymiz. Gorizontalniy ploskost. Mana. Va bizda markazimizda polkamiz bor. Shuning uchun ikkita qo'yishimiz kerak. Farqi yo'q, o'rtasiga qo'yib qo'yilib bo'ldi. Va biz gorizontalniyni qo'ydik, vertikalniyni qo'yishimiz kerak. Vertikalni olib kelamiz. Boya esingizda biz liniya stikani aytdim, liniya stikamiz masjidgacha ham kelgan. Biz mana bu yerga qo'ysak bo'ladi. Shunda hech nimaga xalaqit bermaydi. Okey. Mana bu yevro bordi, yevrogacha ham qo'yganmiz. Har xil xatoliklardan xolis bo'lish uchun. Mana shu frontalniyimiz mana qaranglar, frontalni chuqurligi. Bizda oshxonada chuqurligi kerak emas, chunki biza chuqurligini fiksirovanniy qo'yamiz. Undan katta yoki kichkina bo'lmasin deb. Chunki ertaga tortmamizga xalaqit beradi yoki turbaga xalaqit beradi va hokazo va biz tanlagan chuqurlikda qoladi. Escape bossak saqlab qolmaydi. Agar bosib qo'ysanglar ham ustiga bosib o'chirsanglar bo'ladi. Mana ustiga bosdik, delete bossak ketadi. Ctrl Z ni bosib yubordim men orqaga. Boshidan mana nomlarni keltirib olamiz. Minimalni 300, maksimalni 600 gacha katta bo'lgan dedik va boshqa chatga tegmadik. Bu yerga biz eshik qo'yayotganimizda bizga zarur joyi bor. Horizontalni qo'ydik, vertikalni qo'ydik. Escape bitta bosib qo'yib закончить. Demak, hozir bizda elastikligimiz paydo bo'ldi po plaskostda. Birinchi tanlaysizlar, kirib shu ishlarni qilasizlar. Da net chiqadi, netni bosasizlar. Tagida galочкасы bor, спрашивать всегда degan, har doim so'raydigan. Shuni galочка не спрашивать degan, ya'ni har doim so'ramaydigan. Galочка qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Hop, elastikligimiz bo'ldi. Shunda bizda botdan emas, mamutni o'zidan emas, ikkita joydan katta bo'ladi va eniga bunaqasiga katta bo'ladi. Endi buni biz saqlaymiz. Saqlaymiz kerak. Aytgandek, boshida saqlab qo'yishimiz kerak edi. Hozir bu yerda xato bor, saqlamay turinglar. Gabaritli ramkani o'chiramiz. Bizga ishlatganimizda xalaqit beradi. Va keyin saqlaymiz. Boshida o'zi saqlashimiz kerak edi, lekin boshida ya'ni faylni ochganda saqlab turib ustida ishlashimiz kerak edi. Oxirida qo'yamiz, keyingilarni boshida qilamiz. Moduli kuxnya. Так, moduli kuxnya ochdik. Bu pastki blok. Nижний blok. Saqlaymiz. Endi bu 300-600 L bo'ldi, level. Hali bunga eshik qo'ymadik, lekin eshikdan oldin fragmentimiz tayyor. Buni tekshirib ko'ramiz. Okey. Shunchaki tekshirish uchun ochaman. Mana balandligi 1000, mana shu turursin-chi. Shu turursin, okey. Biz 92 lik yasayapmiz deydi. Mana 920 beramiz. Boshqani 40 mm tushiramiz va eniga 550 qilamiz. Bizda moduli kuxnya va yasaganimiz nижний blok. Bossak mana belgilagan deyapti. Qatdan qatgacha nima qilay deyapti. O'zi so'rayapti, belgiladik. Va men установить на проекция degan narsa yo'q tursa mana o'chuv bo'lsa, ustiga bosib qo'yasizlar. Qaranglar. Busiz qiladigan bo'lsak, mana so'radi. Faqat biz yon tarafiga o'zimizni o'tkazib, unga chapga surishimiz kerak. Ya'ni qo'yganimizda ish bitdi degani emas. Mana 3 sm kirish kerak bo'lsa, 3 sm ichkariga belgi qo'yib olib, kirgizaverasizlar, liniyaga qo'yib olib. Mana bo'ldi va bizga kerak bitga yana qaytarishimiz kerak. Endi
bosdik. Устанавливать на proyeksiyaga qo'ytirsa bizada avtomat ravishda o'zi yondan so'raydi, qayerga qo'ying deb. O'ttiz. Yana joyiga qaytib keldi, ishga olib ko'rinishimizda. Tushundinglar? Shunaqa qilib qo'ysa bo'ladi yoniga. Bizda esinglarda biz 650 joy bor. 650 ga bormaydi, mana 600 berganmiz deb aytdi. Chunki bitta eshikli bu, bitta eshiklikni 65 qilmagan yaxshi. Birinchidan xunuk ham chiqadi, ko'ziga ham непривычно va standart bo'yicha ham noto'g'ri. Mana bu yerda shunchaki buni yoniga mana buni nuqtasiga qo'yib yuborsak bo'ldi. 30 ga qo'ydik, mana ko'rdinglar? 60 dan katta bo'lmaydi. Atila 550 qildim, chunki umumingiz 1200. Buni biz katta qila olmaymiz. Lekin buni 60 gacha katta qilsak bo'ladi, oxirigacha. 60 bo'ldi oxiri. Bundan katta bo'lmaydi. Balandligiga tegmaganmiz, balandligiga xohlaganimizcha baland bo'laveradi. Boya o'sha ikkita liniya berganimiz uchun polka ham naq qoq o'rtasiga tushyapti. Tayyor. Xullas, tabriklayman, fragmentni boshlang'ich qismini yasadinglar. Bu haqiqatda men o'zim ham bir paytlar o'rganganimda 2022-yilda 6 oy fragmentsiz ishlaganman-da. Ya'ni u payt menga hech kim aytmagan fragment degan narsa bor ekanda va darslarni aynan chizishni o'rganib olib, presadga furniturani qo'yishni o'rganib olganimdan keyin taqa to'xtatib turib o'zim ishlab ketganman. Keyin ozgina paytdan keyin qaytib yana o'rganib, o'sha darslarni davom ettirib deb ozgina vaqt bo'lgan edi. O'shanda bilganmanki, fragmentlar katta rol o'ynaydi. Fragmentni yasirdim, lekin bilardim nimaligini, lekin o'rganib qolganim uchun qo'lda chizib, tez-tez o'rganib qolganim uchun qo'lda chizardim shu payt. Keyin qaysidir paytdan keyin sekin-sekin fragmentga o'tib ketdik. Mana shunaqa narsa. Xo'p, tabriklayman yana marta. Fragment chizib oldinglar. Endi bu darsdan keyingi darsda bunga eshik yasaymiz. Bittalik, ikkitalik eshiklar va fragmentlarni davom ettiramiz. Hamma oshxona fragmentlarini yasab chiqamiz. Chunki pastki qismimizda bizda oddiy polka bo'lsa, polkadan tashqari nimamiz ham bor bizning. Tortmaliklar bor va hokazo. Va boya ko'rdinglar, mana buni saqlanib qilamiz. Yevro qolib ketibdi. Bizda bu polka держательga qo'yuvdik adashmasam. Zamena materiali, furnitura, polka держатель D5. Bo'ldi. Va buni saqlab qo'yamiz. Polka держательga qo'ydik. Misol uchun yevroga qo'ysanglar bo'ladi. No, bir yilda bir marta bo'lsa ham shu polkani olib tashlab ishlatish kerak bo'lib qolishi mumkin, sababi mana bu joyiga qasqon sig'adi. Polkani olib tashlasa. Shu sababdan kerak payt olib qo'yib, tagiga qo'yib qo'yib, qasqon katta narsani qo'yib, qozonlar, katta qozonlar qo'yib ishlatishga mo'ljal olib ketilinadi shunaqa. Ja bo'lmaganda 2-3 blokda. Bo'lmasa qaysidir blokda jostki bo'lsin desanglar, o'zgarmagan bo'lsin desanglar, olib tashlaysizlar, yevro qo'yib yuborasizlar bo'ldi ish davomida. Xullas shunaqa. Keyingi darsda ko'rishguncha davom etamiz.